Cho'qqinni umuman yoqtirmaydigan, texnik devorda mazza qilib yashayman desanglar, ayniqsa mana shu mashinaning ovozidan charchagan bo'lsanglar, mana shu video sizlar uchun yoki shunaqa tanishlarga videoni tashlab qo'yinglar. Yangi remontdan chiqqan 2 xonali Novostroykamizga keldik. 4-etajda joylashgan 9 etajli Novostroyka, Yunusobod 18-kvartal. Umumiy maydonimiz ham 56 kvadrat metr. Xonlarimiz alohida, xonlarimiz ham kichkina emas, hamma xonlarimiz keng. Bu xonamizda mana prixoshka, xonamizda ham prixoshkamiz, kiruvchimiz bilan chap qo'lingizga bitta stroyni shkaf qilsanglar juda ham chiroyli chiqadi. To'g'rimizda birinchi oshxonamizda boshlanadi. Oshxonamizning razmeri 260 ga 4,5 metr, o'zini bitta visachi balkoni ham bor. Bu yerga mana kuxnigan turlarimiz qilingan, kotel, gaz, hamma narsalarimiz bor. Bu yerda esa zal xonamiz. Bu xonamizning razmeri eniga 4 metr, uzunligi esa 5 metr. Mana pardalarni ham chiroyli qilib osib qo'yishgan egalari, hamma joyda svetli aboyli однотонный guldan charchagan bo'lsanglar, shu aboyli sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Bu yerda mana hojatxonamiz, hojatxona sanuzellarimiz ham fonsiz kafillar qilingan. Bu yerda esa mana hammomimiz joylashgan. Stiralkarimizga joylab tashlab ketilgan. Unaqa kichkina emas hammomimiz ham. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri esa 280 ga 5 metr. Hamma joyda akforumlarimiz qilingan. Kvartiramiz yangi, hali hech kim turmagan. Eng keraklisi jimjit, mazza qilib yashaysizlar. Umuman mashina shovqin degan narsalar yo'q. Narxi keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 71,700 deb aytishyapti. Kvartiramiz bilan qo'l kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Har doimgidek oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.